20 tonnalik yukni yuklagan yuk mashinada ketyapsiz. Ro'parangizda ko'prik keldi. 5 tonna og'irlikka moslanganda yozib qo'yibdi. Yana oldida GAI turibdi. Ko'prikka yurasizmi, yurmaysizmi? Birinchi savol. Yurmaysiz. Nima uchun yurmaysiz? GAI turgani uchunmi yoki yukni ko'tara olmasligi uchunmi ko'prikda? Nima uchun ustiga yurmaysiz? Tushib ketmasligi uchun. Shuning uchun birodarlar, namoz o'qiyotgan bo'lsak, o'zimiz uchun o'qiyapmiz. Odamlar uchun emas. Hamma qarab turdi, qarasam namozga yetib ketuvdi, men ham kirdim. O'zi roza tutmovdi. Roza tutmovdi. Qarasa, uppatlari hammasi rozador ekan Ramazonda. O'shuncha abed qilmay qo'yaverdi. Nima uchun? Odamlar uchun. Shariatni mahkam ushlagani kishini faqat o'ziga foyda.